Aerogrilda nimadirlarni boshlamoqman. Ustida kuritsa, pastda esa kartoshka po-dеревенски. Ikkita narsani bitada pishirmoqchiman. Kartoshkani oldim, ozgina spetsiya soldim, tuz soldim, ozgina yog' soldim. Bu yerda bir 2 qoshiq stоловая ложка. Ustidan tovuqni qo'ydim. Spesial такой podstavkasi bor-da. Tovuqni ham spetsiyalar bilan pishirib yubordim. Endi hozir ko'ramiz qanaqa nima bo'lib chiqadi. Mana bunaqa tayyor funksiyasi bor. O'sha tovuq degan funksiyaga qo'ydim. Hozir endi 20 minutlarda pishadi. Ungacha esa qolgan ishlarimni qilib olaman. Aminada перекус. Quyon go'shtli anaqa. Такой. Quyon go'shtini ishqib yeyapti. Yaxshimi Amina, shirinmi? Biz keldik burgerga. Mana qiziqarli shirin kiyim olganini. Bu yerda yonimda Xalit o'tiribdi. Bizga bunaqa raskraskalar berishdi. Hozir bo'yimiz. Zo'r joy ekan, narxlari ham yaxshi, unaqa ja qimmat emas. Bitta burgeri 40 ming, 50 ming, 60 ming atrofida где-то. Shuni zakaz qildik. Endi hozir kutyapmiz zakazimizni. Ke Xalit rasm chizamiz. Yammi Amina? O'tir. Xalitning gapirini azadi. Aji. Yaxshimisizlar? Salomda. Aji. Zo'r bo'lardi. Ana stulchik qarasanga Xalit. Перчатки понадобятся? Да, давайте. Hozir bizga qarayotgan ofitsiant juda ham sonda bola ekan. Biz endi 4 kishi bo'lib kelganmiz, er-xotin, o'g'lim и Amina. Anaqa deydi, burger uchun nechta perchatka kerak? 4 tami deydi. Xaritni Aminaga ham perchatka kerak deb o'yladi. Men o'zimga mana shunaqa milkshake oldim, bananoviy. Или молочныйmidi, xullas milkshake. Turmush o'rtog'im tarxuvni oldilar. Hozir qolgan zakazlarimdan keladi. Kстати, ichkari juda ham salqin ekan. Ko'cha issiq, dim bo'lishiga qaramay, ichkari zo'r temperaturasi. Да, можешь дальше, да. Если хотите, для детей есть у нас kids box. А там что внутри? Мини-бургер, Ага, картошка фри ага, и сок и игрушка. ага, все. Сейчас подумаем, хорошо? Хорошо. Спасибо. Burgerimiz keldi. Mana bu yerda turmush o'rtog'im bitta nimadirni zakaz qildi. Kecha Hofmanga borgan edik. Hayit munosabati bilan aksiya bo'layotgan ekan. Uyga narsa oldik. Aslida ham ko'rsataman. Ichini oxirigacha ochmadim, но katta. Blender bilan nima deyilardi? Kofemolka. Mana. Endi bundan smuzilar pishiramiz. Smuzilar, kokteyl, har xil milkshake'larni o'zimiz uyda qilamiz. Kecha payt bitta ayol yozgandilar, dastavka qilib bermoqchi edim oreshkalarni. Keyin uxlab qolganim uchun javob bermagan edim. Bugun ertalab vaqtli soat 6:30 dan yozib dastavka qilib berdilar. Bitta narsani sizlarga ta'kidlab o'tmoqchiman. Ularning profillarini ham yozib qoldiraman. Unaqa oreshkalar birinchidan ahamiyat beringlar, markirovkasi bor. Ya'ni srok godnosti kecha pishdi, kecha tayyor bo'ldi, bugun mana sразу yubordilar. 20 may kuni tayyor bo'lgan, 20 iyulgacha. Ya'ni 1 oylik srogi. Ikkinchisi, har bitta oreshka mana shunaqa upakovkada qilingan. O'zinglar bilan birga sumkada ham olib yursa bo'ladi. Plus bu sanitariya uchun menimcha zo'r o'ylab topganlar. Men prям qulay qoldim. Qancha shirinlik yeb ko'rgan bo'lsam, qancha ko'chada shirinlik yeb ko'rgan bo'lsam, lekin bunaqangi upakovkani ko'rmagan edim. Ikkinchisi bu bunaqa oreshka. Bu ham markirovkasi bor. Har bitta oreshka alohida paketda solingan. Молодец, lekin men prям вообще 5 ketdim boru. Har bitta paketga solib qilganlariga. Oreshkani o'zi xamiri rosa ham yumshoq, mazasi ham zo'r, menga yoqdi. Zgushonkasi ham prям toza zgushonka. Arzon zgushonka emas, karamelka zgushonkalar bo'ladi, unaqa emas. Haqiqiy вареный zgushonka. Bunaqa paketiga ham chiroyli qilib o'rab berib yubordilar. Hozir
Yana гусиные лапки. Ichida yana varyozyushonka. Shuncha video hozir oldimda, salkam 3 minutlik video shuncha gapiribman-da, ishonasizlar, mikrofonim yoqilmagan ekan. Mikrofonim оказывается ulanmagan ekan. Shuning uchun hozir boshqatdan yana video olaman. Значит, bu yerda Xalit uchun kotlet pishirdim. O'zim muzlatib qo'ygan kotletlardan. Yoniga brokoli, pomidor, bodring. Xuddi shu narsa Aminaga ham qilib beryapman. Amina, oldingni qo'liq tashiganingni. Ikkalasi juda ham injiq. Xalit ham hech qachon yig'lamagan Xalit. Hozir ham rosa yig'loq bo'lib qolgan, shamollab qolgani uchun. Ana burni bitib qolsa ham yig'layapti. Hamma narsaga yig'lab yotibdi ish qilib. Endi pomidor kesishim kerak. Bitta qo'lda hozir pomidor kesamiz. Bu yerda brokoli. Xalit sekin. Yo'q, nima qilasan Xalit? Nima otib yording? Qaychini otma. Brokolini suvda 3-4 minutga pishirib yuboraman. Keyin muzli suvga solaman-da. Такой sho'r suvda qilaman. Keyin muzli suvga solib, qasir-qusir bo'lib chiqadi. Muzli suvga solsanglar, rangi такой прям yam-yashil bo'lib chiqadi brokolini. Tak, nomiga solamiz. Ozginaga bittasini Aminaga beramiz. Ikkita brokolini Xalit uchun. Ana, давай, olib kel, sur. Stulchikini. Qayerda o'tirasan? Tak, shunaqa obed bo'ldi birinchisi Xalitga. Amina to'xta, issiq. Bu Aminaga, bu Xalit uchun. Amina uchun kotlet, pomidor и brokoli. И naryoqda Xalit uchun xuddi shunaqa tarelочка. Qadeshga o'tirdik. Xalit bu yoqda Amina yeyapti. Bu yoqda esa Xalit. Men esa ikkalasini kutib o'tiribman. Hozir Amina yedirib qo'yib yordam berib yuboraman. Bu ham o'zicha vilochkada yeyapti. Ovqat yeyapsanmi? Hozir ovqat yeb bo'lsa, keyin yuz qo'llarni yuvib, obedga uxlataman. Ular uxlaguncha esa men o'zimni qolgan ishlarni qolaman, xonani yig'ishtiraman. O'zi bilasizlarmi, uyda o'tirganimni hech uborkasi tugamaydi. 24 soat kuniga faqatgina uborka. Bitta joy yig'olmaydi, hech joy yoyiladi. Ayniqsa bolalar bilan chiroyli qilib o'yinchoqlarni yig'ishtirib olib qo'yaman-da. Ikkalasi kelib, imенно o'sha payt o'yinchoqlarni yoyishni boshlaydi. Vilkada yeyapsanmi Amina? 1 oydan keyin Amina 1 yosh bo'ladi. Bu yerda esa Xalit. Yaxshimi Xalit? Shirinmi? Bo'ldi, yeb ol ovqatingni. Keyin yotamiz achim-achim qilib. Nyam. Yevur. Ol Amina, ye ovqatingni. Xalitni qarab, brokolilarni rosa yaxshi ko'radi. Yeb tashiydi brokolini. Yesin ham pomidor. Ikkalasi cho'milib chiqib, endi uxlashdi. Men esa hozir hamma joylarni bir qator yig'ib olaman. Bitta dona video olishim kerak, o'shani olaman. Amina uyg'ondi. Ana kuni bir keta launchga borganimizda, xullas, bulardagi menejer qizni anaqasini yoqib qoluvdi-da, nima edi? Fonarik. Men ham o'zimni zakaz qilib bordim. 230 ming atrofida ekan. Ustidan-chi. Ochamiz. Xullas, Gmail firmasiniki. Bu telefonga ham yopishadi. Так, nimalar chiqdi upakovkasidan? Instruksiya. Значит, zaryadkasi. Telefonga qotiradigan narsasi. Bilmayman nima. И asosiysi lampani o'zi. Anaqa bilan birga ekan. Как раз menga mana bu narsa kerak. Chunki yangi telefon olgandim, yangi chexolga. Shunaqa yopishtiradigan nakleyka kerak edi. Zo'r bo'ldi. Так, и mana lampani o'zi juda ham kompaktni, kichkinagina. Buni yarkosti ham baland. Так.
Bunaqa regulirovka qilsa bo'lar ekan. Sariq svet, oq svet. Bu tomonda ham bunaqa fonariki bor. Telefonga bunday yopishadigan joyi. Kompaktni juda ham. Bugun shanba, adashmasam 22-may, to'la 23-may. Biz qizli uyimga keldik mehmonga. Sizlarga ko'chani ko'rsatmasam bo'lmaydi. Bu krasotani. Qaranglar, bugun qanaqa chiroyli bulutli. Hozir ukam Xitoydan massaj apparat zakaz qilgan ekan oyoq uchun. Menga hozir suvlarni to'ldirib, ichiga romashkali solib qilib beryapti. Такой relaks bo'ladi. Undan tashqari yana massajyor ham chiqib, qo'llarga, oyoqlarga, hamma joyga massajyor ham zakaz qilgan ekan. Hozir massaj olamiz. Key Xalid. Shunaqa apparat ekan. Suvni hozir isishini kutyapman. Biz tog'amga mehmon keldi. Yaqin uzatgan jiyanim ham mehmonga keldi. Bolalar bu yerda o'yinchoqlar, o'ynab hamma joy yopib tashlashgan. Hozir tog'amga uyga keldim va menga Demi firmasi shunaqangi zo'r sovg'a yuboribdi. Hayitga hozirlarga ham ko'rsataman. Tak, svetimni qo'yib oling. Birinchisi bu shunaqangi gul. Qaranglar, kattaligini, rozовый gullar. Prелесть. Ikkinchisi shunaqangi boks. Hozir ichini ochib ko'rsataman. Demidan kelgan boks. O'zi ham katta korobka ekan. Ichida ichida termos Demi logotipi bilan yog' suradigan unaqa to'qanu распылитель bor, yog'ni shunaqa apparat, прям kerakli narsalar. Pryanik. Bu nima ekan? Bu gradusnik. Go'sht bo'shlarni tekshirish uchun necha gradus bo'lganini. Asal. Idishni kichkinaligini. Bunaqa. Hozir yoqib ko'ringlar-chi. Vau! Va bunaqa yarim oy shaklida xurmo. Прям королевский katta xurmolar ekan. Rahmat kattakon. Aero Grill ichida eng zo'r firma bor. Shu bizda ikkita Aero Grill bor. Shu firmaniki, bittasi oyimnikida, bittasi o'zimnikida. Прям вообще rosa xursand bo'ldim. Rahmat kattakon bunaqangi e'tibor uchun. Gullarni qaranglar kattaligini. Bloger bo'lishning plus taraflari. Juda ham xursand bo'ldim. Hozir montaj qilib YouTube'ga videoni qo'ydim. Raspakovka bilan o'sha Instagramga qo'ygan istoriyamni oldingi haytda o'zi Demi Aero Grill bilan salkam 6 oydan oshiqdan beri ishlatyapmiz. Oldingi safar ham qilgan edik, сотрудничество qilgan edik. Oldingi safar ham hamma podarkalar berganda, chin dildan havas qilgan edim. Qaniydi menga ham shunaqa yuborishsa dedim. To'g'risi umuman kutmagan edim. Bunaqa sovg'a kelishini. Kecha yozishdi, biz sizga sovg'amiz bor, o'sha adresda bo'lasizmi deyishdi. Dedim, keyin bugun tog'amniki dedim-ki, uyimda o'sha o'sni bilan qaynim uyda edilar, ular olib qolishdi. Keyin so'radim-da, qani rasm tashlayni deb yuborishdim. Keyin mashinani ko'rsatish uchun shunaqangi xursand bo'lib ketdim. Dash ko'zimga yosh kelyapti boru. Qanaqandir приятно bo'lar ekan. Shuncha mehnatinglarni mevasini bunaqa olish. Приятно, вообще приятно. O'zi mana shu yog' sepadigan bilan gradusnik bor, o'shani ichimdan chin dildan Rossiyam xohlagan edim-da. Просто xohlagan qaniydi menda ham shunaqa bo'lsa edi deb-da. Menga shunaqa narsa yuborishdi. Вообще прям очень трогательно. Allohimga behisob shukr. Shunaqa naqalar uchun yana bilasizlarmi, juda ham ko'p hayotimda shunaqangi holatlar bo'lyaptiki, nimadir chin dildan xohlamayman-da. Ishonasizlarmi, ertasi kuni o'sha mavzuda o'sha narsaga menga reklama takliflar chiqyapti. Ya'ni men o'sha narsani o'zim ham pul sarflab qilishimga kerak bo'lyapti, lekin menga ham tekinga yoki biz sizga pul beramiz degan variantlar chiqyapti-da. Keyin shunaqangi bir xursand bo'lamanki, demak qachondir kimgadir yaxshilik qilgan ekanman, Xudo menga как бы shunaqa qilib sovg'alar beryapti deb. Xullas, juda ham xursand bo'ldim. O'zi gulni olish ham juda ham приятно, chunki rosa chiroyli gullar, прям rozовый, chiroyli pionovidni rozalar deshmasam. Qaranglar.
Krasota. She krasavitsa gulli. Bu bola nimani berilib ko'ryapti deb o'ylaysizlar? Nima ko'ryapsan, Xalid? Yonida Amina pult o'ynab o'tiribdi. Diski kliplar ko'rib o'tiribdi. Multik umuman ko'rmaydi, lekin kliplarni yoki nimadir yasayotgan har xil instruktor, konstruktorlarni yaxshi ko'radi. O'yna. Mana homilador bo'lgan qizlar etiklasida ham shunaqa kuchli charchoqlik hissi bo'ladimi? Bilmayman. Ikkita bola bilan to'g'im ketib qolyapti boru. Вроде бы ikkita bola o'z bilan o'zi ovora, lekin shunaqangi charchaganman. Qanaqandir ustalost, vялость. Просто yotgim kelyapti boru, juda ham qattiq. Hozir ham ikkitasi orqamda nimadirlarni yoyib yotibdi. Nimadir qilib yotishibdi. Absolutно пофиг. Hamma joy yoysa ham вообще farqi yo'q, lekin shunaqangi charchoqlik hissi. Хотя endigina 7-oy, yana 2 oy bor. Тем более issiq yoz. Xolos, rosa charchaganman. Просто yotib uxlagim kelyapti juda ham. Voy, nimalar qilasizlar shunaqa payt. Menimcha gemoglobinim ham tushib ketgan bo'lsa kerak. Shuning uchun ham charchoqlik hissi juda ham kuchli. O'zimcha muntazam ravishda vlog olaman dedim. Lekin men ham shamollab qoldim. Tomog'im shunaqangi qichishyapti, shunaqangi prям oppa allergicheskiy yo'tal bo'ladi-yu, shunaqa yo'tal bo'laman. Nimagadir emas. O'zi ko'chamizda, tarafimizda. Amina. Ko'chamizda, tarafimizda hozir juda ham kuchli stroyka ketyapti. Prям hamma joyi переделка qilishyapti. Amina, telefonimni qimlatib tashlading. Ke beraman. Ke. Voy, sen gapirasanmi? Sen gapirasanmi? Gapir. To'xtaylar, menda bunaqadan ikkita. Jo. Momi. Oyi. Xo'p. Ber. Xullas, stroyka ketyapti, juda ham prям kuchli. Shuning uchun menda prям allergicheskiy yo'tal. Haligacha tuzalmadi. Hatto уже 2 hafta bo'ldi. Hozir qilib beraman, xo'p, senga. Hatto 2 hafta bo'ldi shamollaganiga. O'shanga hozir hamma o'yinlarni yopib tashladim, chang-panglarni artib, misno pyuro qilib qo'ydim. Amino. Misno pyuro qilib qo'ydim. Ajoyib, ikkita bola bo'lsa, ikkalasi ham teyapti. Yaxshi ham mikrofonimda ikkita. Hozir ikkalasiga bitta-bittalab beraman, o'ynashadi. Tak oldingi mikrofonimni yo'qotishgan. Shuning uchun, скорее всего, bu vlogni tugatamiz. Na этой ноте и xudo xolasa dushanbadan 1-iyun bolalar kunidan yangi vlog olaman. Hammaga xayr qilib qo'y Xalid. Ke. Voy. Amina, sekin. Keta qilib qo'yaman. Ber. Ketdi. Faqat gapir, xo'pmi? Gapir. Assalomu alaykum de. Salom de. Gapir Xalid. Bo'ldi, qo'yib yuboraver, gapir. Shalom de. Qani Aminani ishtoni? Qatga tashladinglar, hozir shu yerda turuvdi. Gapir. Привет de. Amina degin. Amina. Degin. Ana. Voy, momi qoch. Kameramdan yurgan qoch bu. Kechton kiyamizmi? Xalid, Aminaga naski olib kelib ber. Sen yo'roqqa turib gapirgin ko'rinasan. Xalid, yuzing ko'rinmaydi. Qayerda?